do'st qolar, daraxtni tomiri saqlar, odamni do'sti, dushman siringni o'g'irlar, do'sting xatongni to'g'rilar. Barakalla, yana Do'st qolar, daraxtni tomiri saqlar, odamni do'sti, dushman siringni o'g'irlar, dushman xatongni to'g'rilar. Odamni do'sti, dushman siringni o'g'irlar, do'stni xatongni to'g'rilar. Barchamiz hozirgi birinchi topshiriqqa mana mayda birinchi uy topshirmasi degan joy bor, ana uy topshirmasi degan joy bor. Hammamiz 1 balli, 3 balli qo'yib qo'yamiz. Xo'pmi? Barakalla. Keyin topshiriqlarni hammasini mana shu bo'yicha nima qilib borasiz? Baholab borasiz. Xo'pmi? Maryam o'quvchi. Do'stingizni qanday fazilatlari sizga yoqadi? Endi yaxshi, barakalla. Yaxshi o'qishlarga kirgani yoqadi. Barakalla. Yaxshi, ta'sir qiladimi? uning Kattalarga salom berib, og'ir yuk bo'lsa ko'tarishga yordam. yaxshi. Yaxshi. Hop, do'stlik deganda nimani tushunasiz? Kishilar o'rtasidagi vujudga keladigan samimiy mehr muhabbat ekan. Ikkita va undan ortiq ekan. Tushundingizmi? Ular bari nima ekan? Uzviy rishta bog'lar ekan. Ular hech qachon urushmas ekan, yaqinlashmas ekan, faqat bir-biriga samimiy tilaklarni aytar ekan. Maqsadimiz qarang. Hikoya mazmuni orqali haqiqiy do'st qanday hislatlarga ega ekanligini bilib olasiz. Hikoyadagi voqeani o'z hayotdagi do'stlik bilan taqqoslaydi, ularning xatti-harakatlarini baholashni bilib olasiz. O'qituvchi yordamida fotosuratlardan foydalanib, do'stingizga taklifnoma yozish orqali ijodiy ishlarga o'rganib boradi.
Qara, bu yerda Tom üçgeni berib turib, chizig'ichini berib turasanmi, birov? Yo'q, bermayman. hop qani o'quvchilar, nima deb o'ylaysizlar? Kimdan nimani so'radi? Ha, so'radi. Qizim berdimi? Nima qildi? Nega o'zingnikini esdan chiqarasan? Bermayman. Ha, ko'rding. Bitta ikkalasini solishtirish. Qanaqa nima insonlar bular? Hozir daftarimizga hop yozamiz. To'lqin va Murod deb yozamizda. Fazilatlarni nima qilasiz? Aks ettirasiz daftaringizga. Hop, aqlli, keyin chin so'z degan so'zlar bor. Ana shulardan foydalansangiz bo'ladi. Men hikoyadan bir-biridan narsani qizg'anmasdan, bir-biriga berib turishda, do'stlar bitta narsasini qoldirib ketsa, berib tur, u boring hikoyadan kim do'st bo'lishligini, bir-biridan qizg'anmaslik tushundim. Qo'ysiz. Do'stingizning tug'ilgan kuniga nima yozar ekansiz? Taklifnoma yozasiz. Masalan, taklifnomani qanday Hammanglar hop 9-10 ball olgan o'quvchilar o'rnida tursinchi. 9 va 10 ball olgan o'quvchilar. Barakalla. Salima, Rayana, Alisher, keyin Sarifalar bugun 7-8 ball olgan o'quvchilar. Turun. Sarifa tursin. Bular mana bugun necha baho oldi? 4 baho oldi. 5-6 ball olgan o'quvchilar tursinchi. Qara, Muslima turadi. Turun Muslima. Fatima yaxshi. Abdullah. Bular mana bugun necha baho oldi? 3 baho oldi. Endi qolgan o'quvchilar nima qiladi? Keyingi darslarda yaxshi tayyorgarlik ko'rib boradi. Baholarini ana